ko'kda ziyon istab samolarga uchradim. Adam dashti balolarga, fanolarga uchradim. Balolarga, fanolarga uchradim. O'shal orzu, o'shal tilak, kuyingda titrab yurak. Surat bo'lak, siyrat bo'lak, siymolarga uchradim. Siyrat bo'lak, siymolarga uchradim. Qayerda xato qildim? Qayerda adashdim? Bu kuyga tushib o'tirishimga faqat o'zim sababchiman. To'g'ri, hamma ham xato qiladi. Begunoh insonni o'zi yo'q. Erimdan vafo topmadim deb alamimni aysh-ishratdan olibman. Oxir oqibat nima bo'ldi? Bor budimdan ayrildim. Bu ham yetmagandek ayibsiz qizimni ham gap so'zga qo'ydim. Bechora meni rosa bu yo'ldan qaytarishga harakat qildi. Qizimni bekorga xafa qilgan ekanman. Ana endi azobini o'zim tortib o'tiribman. Ey Xudoyim, qilgan gunohlarimni o'zing kechir. O'zing kechir Xudoyim. Zo'r. Zo'r. Ana bunaqa. La la la. Ana bo'ldi. Mana choyam tayyor. Mana choy ham tayyor. O'zimga qarab oling.
Yana o'sha keladimi? Hech qutulmas ekanmiz-da. Mayli, keta qoling. Qizim? Ha, oyi. Qayerga ketyapsan? Xolamnikiga. Yana qudiy kelsa kerak, xalaqit bermay. Dasturxon tuzab qo'ygan ekansiz. Qizim, dasturxonni ikkalamiz uchun bezab qo'yganman. Anchadan beri ikkalamiz ovqatlanmayapmiz. Keyin birga o'tirib ovqatlanaylik. Ke qizim, hammasini sen uchun qildim. Oyijon, Asal qizim meni. O'zimni aqlligini. Qizim, men seni yaxshi ko'raman. Xafa bo'lmagin. Hammasini sen uchun qildim. Seni yaxshi ko'raman. Xafa bo'lmagin. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyi. Bo'ldi, yig'lama. Yur, ovqatlanamiz. Ber. O'zimni qizimdan aylanay. Tez kela qolmaydimi, bularmi, ha? Aka-uka baydirlar. Paydo bo'lib qoladi, bir yo'q qoladi bular. Hayron qolsang bo'ladi. Suv ham tushdi. Menga qara. O'tgan hamma ishlarni unut. Dovdiramasdan men aytganimni qilasan hozir qilganimizda, tushundingmi? Xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qara Javoh. Hozir kirganimizda Iskandar hammasini tushuntirib beradi. Kim Iskandar? Sen unisidan xavotir olmagin. Kirganingda bilasan. Bo'ptimi? Tushundingmi? Faqat dovdirama, ochiqcha gap gapirma. Ana ko'zi ham shu yerda ekan, yur. Qalisa. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Qayerda yuribsan, o'rta? Bilasanmi, anu qarzlarim men bo'ynimga tushgan, o'rta? Menga qara, hammasi yaxshi. Qarzlaringdan qutulamiz. Yaxshi. Demoqchimanki, qarzlarimizni qutulamiz. O'zingni bos. Bolalar. Qachon qutulamiz, o'rta? Shuni berish kerak. Beraman. Qara. Bizni hozir ichkarida Iskandar degan bola kutib o'tiribdi. Nima deyapsan? Qanaqa Iskandar yana? Yaxshi inson. Shu bola bilan sizlarni tanishtiraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen xavotir olma. O'rta, ozmuncha pulni bo'ynimga ilib ketmading, sher. Qanaqa topganimni o'zing ham bilasan-ku, o'zing ham hayron qolgansan-ku bilib. Bo'ldi, tushunib turibman seni. Ichkariga kiraylik, bitta yaxshi inson bor. Shu bola bilan sizlarni tanishtiraman. 2 barobar qilib qaytarib beraman pulingni. Bolalar xavotir olmang. Qaytarasan, o'rta. Qaytani berasan. Bo'la qol. O'zi qayerda yurding, o'rta? Ha, ozgina ishlar ko'payib ketdi. Ey, aytgancha, ana u qudiy qani? Men hozir qudiyga manzil tashab qo'yaman. Ha, u bu yerga kelishimizni biladimi? O'shani yozib qo'yaman, o'rta. Bo'ldi, yozib qo'y. Bo'ldi. Tezroq kelsin. Ketdik. Xo'p. Ey, Iskandar, do'stim. Sher qalaysan? Bormisan? Ke do'stim.
Do'stim, aka, bormisan? Jigarim meni. Do'stim. Bormisan? Qalaysan? Do'stim, yaxshi keldingmi? Bu ko'rishmaganimizga ancha bo'pti. O'zgaribsan ancha. Sen ham o'zgaribsan. Lekin hali ham baquvvatsan. Bilasan-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Assalomu alaykum. Kelinglar. Nima gaplar, Iskandar? Ha, bu she'r aytgan bolalaring shumi? Ha, aytgancha, bolalar bilan tanishtirmabman seni. Bu Kozim, Tanishgan ya'ni bo'lsan. Ko'za. Yaxshi bola, ishbilarmon, baquvvat. Ancha-muncha ishlar qo'ldan keladi, ha, do'stim. Bilasan-ku. U meni ancha og'ir vaziyatlardan qutqargan. Mard yigit, har doim oldimda, sadoqatli bola. Ha? Bilasan. Shunaqa bo'lgan. Bu esa Javoh. Jigarim, meni ukam. Bitta-yu bitta ukam. Juda ham oqli yigit. Mard yigit. Nohaqliklarga umuman chidolmaydi. Doim oldimda turadi. Endi ba'zi-ba'zida kelishmay qolamiz, ha? Mayli u ham. Ha, shunaqa degan she'r. Nima bo'lganda ham, bular hammasi meni jigarlarim. Jigarlarim degan. Yaxshi. Yana bitta bola bor. Quddi. Kelib qolish kerak. Hozir kelib qoladi. Kechga qolmadimmi? Ana, o'zi ham kelib qoldi. Ha, o'rtoq. Ke, Quddi. Keldim. Keling. Ke, qadrdonim, Quddi. Qadrdonim meni. Qadrdonim? Ha? Qadrdonim? Iskandar, bu Quddi. Bizni jo'raboshimiz. Juda ham jahli yomon. Agar zarur gaping bo'lmasa, unga gapirmaganing ma'qul. Ha? Lekin bu ham mard yigitlardan. Yo'g'i. Shunaqa mard yigit. O'zi ham joyiga keldingda, Quddi. Endi boshlamoqchi edik. Endi tushuntir o'rtoq. Bir eshitaylik seni ham. Biz seni eshitamiz. Quddi. Gapir, Iskandar. She'r menga qaravor. Bolalar, sizlar gaplashib turinglar. Kayfiyatni ko'taramiz. Men uni oldiga chiqay. Quddi, yaxshimisan? Bormisan, o'rtoq? Nima edi? Voy. So'radim-da. Nimaga urush beraversan? Hamma umuman boshqacha bo'lib qolgansanlar. Sanchi? Ukam, sotildingmi bularga? Oqil, haqiqatparvar eding-ku sen. Nima bo'ldi, o'rtoq? Kayfiyating yo'q? Dard bo'ldi. Ha, Iskandar. Menga qara she'r. Anu sani rostdan ham to'qishgan kiyimmi? Ha, albatta. Qara, quyib qo'ygan o'zimi? Yo'q. Nima, yo o'xshamaymizmi? Endi u oqil yigit ekan. Biz ishimizda oqil emas, muttaham bo'lish kerak. Iskandar, bu mavzuda jamoa bilan rosa gaplashganmiz. Lekin ukam sinovdan o'tib, jamoamning ishonchiga kirgan. Sen xavotir olmaysan. Naqatdan bilaman. Nimasini bilmaysan? Ishonsang bo'ladi. Qara, o'xshashini menga. Nima menga unaqa qarayapsan? Nima? Sen o'zingchi, nega menga unday qarayapsan? Ke, undan ko'ra ish haqida gaplashamiz.
Bolalar. Iskan bizga hozir o'z rejasini gapirib beradi. Ha, Iskan. Bo'lmasa biz seni eshitamiz. Yur, bolalarga bir gapirib ber. Ha, bolalar. Gaplashib oldik hammasini. Kelishib oldik. Xullas bolalar. Ertaga qilinadigan ishlar. Bize buni albatta amalga oshirishimiz kerak. Ish rejasi hammaga tushunarlimi? Hech qanaqa savollar yo'qmi? Savollar bo'lsa bemalol. Nima savol? Qani, eshitaman. Topilgan foyda hammaga teng bo'linadimi? Aslo yo'q. Voy nimaga? Birinchidan, bu rejani men tuzdim. Ikkinchidan, o'g'irlanadigan obyektni ham men topdim. Shuning uchun pullarni 50% men olaman. Qolgan 50%ni o'zlaring nima qilsalaring qilaverasanlar. Taklifim kimga yoqmasa ketishinglar mumkin. Menga qaragin, 50% nech pul bo'lishini bilasanmi? O'zingni bos. Nech puldan tegishini, 4 ta bolaga nech puldan tegadi? Xo'p, meni eshitasanmi? Kallang ishlaydimi sher? 50% bu degani oz pul emas, ko'p pul. Summa ko'p bu yerda. Juda ham ko'p. Yaxshi pul ishlab olamiz. Roziman degin, sen xo'p degin. Ishongin menga. Biz rozimiz. Xuddi ham rozi. Roziman. Rozisan, a? Haligi ishni qachondan boshlaymiz? Xullas gap bundoq. Bushro, sen o'ylayotgan narsa emas u. U yoshligimning xatoyim edi. O'tib ketdi, bo'ldi. Bolachi. Ke qizim. Ha? Tutdimmi? Meni gaplarimni to'g'ri tushundingiz deb o'yladim, Bushro. Sizda yurak yo'q ekan. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Qoyil qolmadim sizga. Men senga kelmadimmi? Qizim, dadang ahvolini ko'rdingmi? Mana, sen so'ragan dadang. Kimga almashvordi ko'r. Qizingiz so'rayapti, sizni sog'inibdi, xabarim olasiz. Yo'q, endi sizni bolangiz bo'lmay qoldimi? Ko'rdingizmi Bushro xonim? Sizni ham boshingizga shu kunlar tushadi. Bolasiga, xotiniga vafo qilmagan erkak sizga vafo qilarmidi? Ertaga ham sizni shu taqdir kutyapti. Alloh sizga buni yuzini ko'rsatib qo'ygani meni yubordi. Men o'sha ham bolangizni. Qizim, mana dading. Shu yoshgacha katta qildim. Bu yog'i sizni burchingiz. Nima qilaman buni? Bilmadim nima qilasiz. Mani bolam emas bu. Qilasiz. Sizni bolangiz emas. Uyalmaysizmi bolani oldida shunaqa gaplarni gapirgan? Ey. Men bolani qanaqa eplayman? Oyi! Ey, Lola! Lola! Ey!
Bo'ldi, yig'lama. Hech narsa qilmadimi? Bo'ldi. O'zingiz oilangizga vafo qilmagan menga vafo qilasizmi? A? Bu bechora na sizga, na onasiga kerak. Tirik yetimma ekanligini men juda yaxshi bilaman. Ko'zim ko'kda ziyon istab samolarga uchradim. Adam dashti balolarga, fanolarga uchradim. Balolarga, fanolarga uchradim. O'shal orzu, o'shal tilak kuyingda zot titrab yurak. Surat bo'lak, sirat bo'lak siymolarga uchradim. Sirat bo'lak siymolarga uchradim.